Bugun sizlar bilan aylanma harakatlanish mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzu ko'pchilikni chalg'itadi va qiynaydi. Demak, bizda savol keladi, ya'ni aylanma harakatlanishda harakat qilayotgan transport vositasi aylanaga kirib kelayotgan transport vositasiga imtiyozga ega bo'ladi. Ya'ni mana bu aylanma harakatlanish ichida ketayotgan transport vositasiga aylanma harakatlanishga kirib kelayotgan, ya'ni mana bu yengil avtomobil yo'l berishi kerak. Keyingi ko'pchilikni chalg'itayotgan ikkinchi savol, ya'ni aylanma harakatlanishga ikkita kirish yo'li bor. Siz qaysi bo'lak bo'yicha aylanma harakatlanish bo'lagiga kirishingiz kerak deb so'raydi. Chetga o'ng bo'lakdan kirish kerak deb ko'pchilik xato qilib qo'yishadi. Demak, aylanma harakatlanishga ikkita kirish yo'li berilgan bo'lsa, ikkala yo'nalish bo'yicha ham kirishga ruxsat etiladi. Shu kabi pravaga eng kerakli bo'ladigan darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang.